aslida pedofillar ko'p, faqat biz ularni ko'rmaymiz, biz ularni tanimaymiz, chunki ular bizning yaqin atrofimizdagi yurgan insonlar. Uka pedofil bo'lishi mumkin, opa tan olmaydi. Qarindoshlar o'rtasida jinsiy zo'ravonlik qilishga moyil bo'lgan shaxslar bor. Biz uni qabul qila olmaymiz. Biz unga ishonamiz, chunki u bizning jigarimiz, u bizning qarindoshimiz degan tushunchalar bor. Yoki yon qo'shnimiz, yoki otani o'rtoqlari, bular uzoqdan kelmayapti. Uzoq qarindoshlar. Uzoq qarindoshlar, tanishlar. Demak, biz mana shu jarayonda hammaga emas, farzandlarimiz taqdirini faqat o'zimizga ishonishimiz kerak, kelajagini taqdirini. Chunki juda ko'p jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan yigitlar bilan gaplashganimda, ularning ichida juda katta xafagarchiligi bor, alam bor, iztirob bor. To'g'ri, hammasi pedofil emas, lekin o'shalarning ichidan chiqadi shular. Ya'ni juda ham psixikasi kichkinaligidan dars ketgan bo'ladi. Chunki o'sha azobni u o'tkazdi boshidan. Buni hech kim himoya qilmadi. Ota-onasiga ayta olmaydi. Ota-onasiga aytishda ota-ona eshitmaydi bolasini-da. Mana shu holatlarda u sekin-sekinlik bilan o'ch olishga o'tadi. O'sha pedofillarni o'zi bilan shaxsan gaplashsangiz, bu masalalarga oydinlik kiritib berishadi. Ha, yillar davomida shu ichga yutilgan alamlar, psixikani kichik yoshidan boshlab dars ketishi, seksual xulq-atvorni buzilishiga yoki o'sha ruhiy kasalliklarga zamin hozirlab beradi. Shuning uchun aynan bu o'zidan o'zi pedofil bo'lib qolgan bo'lmaydi. Tagida juda katta sabablar bor. Va biz hammamiz buni bugun bilishimiz kerak.